19 misol. Vakuumda joylashgan nuqtai zaryadning o'zidan emas qiymatdan kuchlanganligi. Demak, vakuumda joylashgan bo'lsa, uniki K Q taqsim R kvadrat. Endi qanaqadir muhitda joylashgan bo'lsa, uni X deyapmizda, K taqsim epsilon Q taqsim R kvadrat xuddi shu zaryad va xuddi shu masofa deyapti. Demak, Y taqsim YX teng bo'lyapti. Nisbatlab olsak epsilonga. Demak, YX qiymati Y taqsim epsilon qiymat bo'lsa 882 ni bo'lamiz kerosin deltasindiruvchanligi 2/1 unga bo'lsak qiymat 4/2 volt taqsim metr qiymat. Demak bizda javob D javob. 20-masala. Rasmdan foydalanib A va B nuqtalar orasidagi umumiy elektr sig'imini toping. Men sizlarga matematikani ozgincha eslatsam, misol uchun mana bunday masalalarda oldin ishlaganmiz. Bunaqa masalalarda biz qanaqadir y ga tenglaganmiz va ichkarisidagi qiymatlarni hammasi yana y ga teng bo'lishi ma'lum. Shundan foydalanib mana bunday qilib yozib olib, bu yerda ikkala tomon daraja ko'tarsak 3y teng y kvadrat va y teng 3 degan javob kelib chiqardi. Biz ham xuddi shu usuldan foydalanamiz. Demak, mana bu qismni hammasi Sx deb olyapmiz va umumiy sig'im ham shu Sx qiymatga teng. Demak, chizmani boshqatdan chizsak, mana bunday holat bo'ladi. S va bu Sx. Demak, parallellansa ular to'g'ri qo'shiladi. Sx bilan S parallellanyapti. Demak, holat yana ham soddalashtirsak, mana bu holatga o'tib olamiz. S va bu tomon Sx plyusdan S. Ikkalasi ketma-ketda bo'lsa va ularning umumiy sig'imi ham Sx ga teng. Umumiy sig'im ketma-ketda tepadagi ko'paytma, pastda bo'lsa yig'indi. Demak, S plyusdan Sx plyus S bo'lyapti va umumiy sig'im yana Sx. S demak Sx plyusdan S va pastda X plyusdan Sx teng yana Sx. Demak, maxraj bu tomonga ko'paytma bo'lib o'tsa, S ko'paytirilgan Sx plyusdan S kvadrat teng bo'lyapti 2Sx plyusdan Sx kvadrati. Demak, bu tomon biz qidirmoqchi bo'lgan narsa bu tomon o'zida qolyapti, o'ng tomon. Bu tomonga o'tsa minus emas, plyusdan S ko'paytirilgan Sx minusdan S ni kvadrati teng 0. Diskriminantga qo'ysak buni S ni kvadrati minusdan 4ac bo'lishi kerak edi, lekin a ni qiymati 1 ga teng, S ni qiymati bo'lsa S kvadratga teng. Demak, o'rta minusligi uchun plyusdan bo'ladi. Buni qiymati 5c kvadrat. Demak, Sx teng bo'ladi. B-yimiz bizda manfiydan, demak minusdan S. Minusdanligi uchun bu, demak plyusdanni olaman xolos. Manfiysi minusdan ildiqda 5c ni olib bo'lmaydi, chunki sig'im manfiy bo'lmaydi. Taqsim 2 bo'lsa, bu yerdan slar chiqarib olsak, ildiz ostida 5 minusdan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan S. Bizda unaqa javob S javobda turibdi. 21-masala. S sig'imli kondensator u kuchlanishgacha zaryadlangan. Agar kondensator qoplamalari qarshiligi R bo'lgan o'tkazgich orqali ulansa, zaryadning 0,1% qancha vaqtda o'tadi? Demak, bizda kondensator sig'imini formulasi yoki bo'lmasa zaryadning formulasi Q teng SU. Demak, u kuchli zaryadlangan bo'lsa, demak buning 0,1% qismi deyilgan joyi bor. Demak, 0,1% ni qism ko'rinishida ifodalasak, 0,1 bo'lingan 100% bo'ladi va bu 1 taqsim 1000 degani. Demak, Q zaryadimiz hozir SU taqsim 1000 degan narsa turibdi. Q zaryadning formulasi I ko'paytirilgan T. Demak, I ni bu tomonga bo'lish qilib tashlasak, T vaqtning qiymati S
o'ni ega bo'lsak qarshilik va mahrajda ming degan son paydo bo'lyapti. Demak bizda javob hozir javob.